10 ayning 1-kuni Xitoyning davlat bayrami. Ammo chet eldagi Uyg'urlar bu kunni ishg'ol kuni deb biladi. Bu kuni Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligi tarafidan uyushtirilishi bilan yuzlagan Uyg'ur Istanbulning Bayazit maydonida namoyish o'tkazdi va bayonot e'lon qilib, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi qonunsiz ishg'oliyati va irqiy qirg'inchiligini aybladi. Shuning bilan bir vaqtda yana Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur harakati Xitoy kompartiyasiga qarshi yer shari kuni faoliyatiga qatnashdi. Uyg'urlar, Tibetlar, Hongkongliklar va Janubiy Mo'ng'ullar Amerika, Germaniya, Angliya, Fransiya, Avstraliya va Belgiya qatorliq nurg'un davlatlarda Xitoyga qarshi namoyish o'tkazdi. Namoyishchilar Xitoyning diniy osonliqlarni va kishilik huquqni bostirishini aybladi. Hamda Xitoy doiralaridan Sharqiy Turkistondagi yig'ib olish lagerlarini taqab, majburiy emgak va irqiy qirg'inchilikni to'xtatishni talab qildi. Yana bir tarafdan Malayziya ommaviy tashkilotlari Xitoyning davlat bayramida Uyg'urlarni qo'llash faoliyati o'tkazdi. Amerika Avam palatasida Uyg'ur majburiy emgakini oshkorlash qonun loyihasi ovozga qo'yilib, 163 ga qarshi 253 ovoz bilan Avam palatasida ma'qullikdan o'tdi. İgilinishicha, bu qonun loyihasini Amerika Davlat Majlisining demokratchilaridan bo'lgan a'zosi Jennifer Vekton xonim o'ttirib qo'ygan bo'lib, bu qonun Amerikada tizimga oldirilgan shirkatlarning Xitoydagi Uyg'ur majburiy emgaki bilan aloqasi bor yo'qligini oshkorlashga qistaydi ekan. Qonun ma'qullangan taqdirda shirkatlar o'z mahsulotlarida ishlatilgan materiallarning kelish manbasini, uningda majburiy emgakning bor yo'qligini qarorlik holda doklad qilib turishga majbur bo'ladi ekan. Texi oldingi hafta Amerika Avam palatasida Uyg'ur majburiy emgakini cheklash nomli bir qonun loyihasi mutlaq ko'p qism ovoz bilan tasdiqlangan edi. Demokratlar partiyasining Kengash palata a'zosi Jennifer Vekton, biz Sharqiy Turkistonda majburiy emgakning nihoyat ko'p uchraydiganligini va sistemli ekanligini bilamiz. Majburiy emgakchilar o'zlarining xizmat muhiti haqida erkin so'zlayolmagachga, deloning tafsilotini tekshiruvchilar bilolmaydi. Chunki Uyg'urlar 24 soat Xitoy doiralari tarafidan qattiq nazorat qilinadi, dedi. Amerikada parlament a'zolari o'zlarining e'lon qilgan 2 ayrim dokladida Xitoyning tahdidi to'g'risidagi ogohlantirishlarni tizib chiqdi. Ogohlantirishda Washingtonning dunyoviy kuchlik davlatga aylanish yo'lida mengayotgan Beijing bilan tang qadamda mengish tirishchanligining yetarli emasligi o'tirg'i qo'yildi. Demokratlar partiyasi Avam palatasi axborot komitetida e'lon qilgan dokladda vaziyatning oqibatining og'ir bo'ladiganligini ogohlantirdi. Doklad yana, agar boylik qayta o'rinlashtirilmasa, Amerikaning kelgusi bir necha yilda Xitoy bilan dunyo miqyosida davomli raqobatlashishining tasdiq to'xtaydiganligi o'tirg'i qo'yildi. Dokladda istixborot organlarining keyingi avlod Xitoy mutaxassislari deb atalgan kishilarning ish qurilishi va maslahat berishiga texmo ahamiyat berish kerakligi o'tirg'i qo'yilgan. Istixborot komitetining raisi Adam Schiff bu ahvolga moslashish uchun yana vaqt borligini aytdi va mazkur komitetning parlamentdagi komitetlar bilan hamkorlashib, zarur bo'lgan o'zgartishlarni tezdan yo'lga qo'yishini umid qiladiganligini bildirdi. Vietnam Tashqi ishlar ministerligi uchur bo'limining bosh direktori va bayonotchisi Li Shichuxing bu hafta Xitoyning Janubiy dengizda elib borgan harbiy manevriga norozilik bildirib, bu harakatning Janubiy dengizdagi harakat mezoni to'g'risidagi suhbatga ziyonli ekanligini aytdi. Vietnam diplomatiya ministerligining qarorlik axborot e'lon qilish yig'inida Li Shichuxing Xitoy armiyasining harakatining Xitoy bilan Sharqiy Janubiy Osiyo ellari ittifoqining munosabatiga ziyon yetkazganligini va uzundan buyon intizor bo'lgan Xitoy bilan Sharqiy Janubiy Osiyo ellari ittifoqi o'rtasidagi suhbatning asliga kelishini murakkablashtirganligini bayon qildi. Uzun yillardan buyon Xitoy Janubiy dengizdagi davlatlar bilan egilik huquq talash tartish qilib keldi. Xitoyda toshqon, mushuk va it qatorliq minglagan hayvonning bir haftadak ambarda turg'izilgandan keyin ochliqdan o'lib ketishi zo'r g'ulg'ula qo'zg'adi. Xabar qilinishicha, Henan o'lkasi Luhe nahiyasidagi bir ashyo obroti aslahasida kam deganda 5000 dak armak hayvonning o'ligi bayqalgan. Karta yoki metal to'shish sanduqidan topilgan armak hayvonlarning ichida toshqon, mushuk va itlarning borligi.
Hayvonlarning bir hafta atrofida och va suvsiz qolganligi bayon qilingan. Bu voqeaning Xitoyning ommaviy boqmachilik kasbining ta'minlash zanjiridagi aloqa masalasi sababli kelib chiqqanligi va faqatla 100 dan ortiq hayvonning saqlanganligi bildirildi.